Bel, bo'yin, qo'ldagi og'riqlar bilan kelgan akamiz bizda bir kursga muolaja oldilar va biza haqimizda o'tib berishga qaror qildilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men Olmos shahri, Toshkent viloyati Olmos shahridan keldim bu yerga. Avval undan oldin ham kelgan edik. Ukamni olib kelgan edim. 3 kunda yaxshi qilib ular jo'natma qilgan edi. Hozir yana men o'zimda og'riq bo'ldi, qo'llarim bijirlash, belda og'riq, qo'lda, bo'yinda hamma yoqda og'riq edi. Allohga shukr, mana 3 kun 4 kunda mana yaxshi qilib jo'natdi. Mana skelet jamoasiga hammasiga kattakon rahmat deyman. Og'riqlaringiz bor? Og'riq hozir Xudoga shukr yo'q mana. Qo'lda mana shu yerda bijirlash bor edi, hozir yo'q mana. Hammasiga rahmat deyman. Shifo bo'lsin, sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Rahmat kattadan hammalaringizga, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni yoki sizlarning ham yaqinlaringlarni shunga o'xshash og'riqli muammolar qiynayotgan bo'lsa, bemalol skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Malakali mutaxassislarimiz sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.